Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Forex bozoriga kirish qilamiz. Ya'ni boshlang'ich tushunchalarga ega bo'lamiz. Demak, Forex nima? Forex bu foreign exchange so'zining qisqartmasi. Bu milliy valyutalar savdosiga mo'ljallangan global bozor. U yerda savdo o'ta yirik, kunlik aylanma 7 trillionni tashkil qiladi. Markaziy bozor bu yerda mavjud emas, savdo elektron tarmoqlar orqali amalga oshiriladi. Aniq nazorat bo'lmaydi. Ya'ni barchasi bozordagi talab va takliflar va market makerlarning harakatlariga asoslanadi. Endi Forexning maqsadi nima? U valyutalar narxini o'zgarishidan foyda qilish. Forex albatta valyutasi faqat 30%gina maqsadli savdo hisoblanadi. Ya'ni siz aynan sizga funt sterling valyutasi kerakligi sababli, bu masalan funt sterlingni oylik berish uchun yoki boshqa maqsadda funt sterling sotib olasiz. Qolgan 70% aynan spekulativ harakatlar, ya'ni narx o'zgarishidan foyda qilish uchun savdo qilinadi. Forex bozorida asoslarini kelib chiqsak, birinchisi ishlash tamoyili, valyutalar doim juftliklar orqali savdo qilinadi. Masalan, yevro USD. Siz Euro USD da parasida savdo qilsangiz, uni yana 3-valyutani o'rtaga qo'sha olmaysiz. Siz yevroni aynan USD ga nisbatan o'zgarishini ko'rib chiqasiz va shu orqaligina savdo qilasiz. Bir valyutani sotib olayotgan paytingizda boshqa valyutani sotib turibsiz. Endi bozor ishtirokchilari kimlar bu yerda? Ya'ni Markaziy bank, tijorat banklari, brokerlar, dilerlar, traderlar va investorlar. Har birining kuchi, ta'siri albatta har xil. Savdo vaqtlari 24/5 tizimida ishlaydi, ya'ni dushanbadan to jumagacha, faqat shanba va yakshanba kunlari ishlamaydi. Albatta 4 sessiya bo'linadi. Tinch okeani, Osiyo, Yevropa va Amerika sessiyalari bor. Tinch okeani va Osiyo asosan o'sha hududda mashhur bo'lgan va o'sha hudud valyutalari kuchliroq. Umumiy jihatdan dunyoda albatta Yevropa va Amerika sessiyalari ob'yom jihatdan muhimroq rol o'ynaydi. Endi Forex bozorida savdo qilishning afzalliklari nima? Nimaga Forex bozorini o'rganish kerak? Birinchi, yuqori likvidlik bor. Ya'ni aytayotganimizda 7 trillionlik oborot bu yerda siz qaysidir parani sotib olmoqchi bo'lsangiz, doim sotuvchi topiladi. Qaysidir birsani sotmoqchi bo'lsangiz, doim sotib oluvchi topiladi. Past boshlang'ich kapital, ya'ni bu yerda siz o'ta yirik investor bo'lishingiz shart emas, kichik summa bilan ham bozorni kirib sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi albatta. Buning asosiy sababi bu yerda leverage bor. Leverage bu broker sizning xarid qobiliyatingizni oshirib berishi, oddiy qilib aytganda. Masalan, siz $100 bo'ladigan bo'lsa, brokerni leverage taqdim qilishi orqali siz $10,000 yoki $1,000 pozitsiyani ham savdo qilishingiz mumkin. 24 soat davomida savdo qilish imkoniyati bor ekanligi bizni o'z vaqtimizdan, bo'sh vaqtimizdan, rejalarimizdan kelib chiqqan holatda savdo qilishimizni imkon beradi. Masalan, siz ertalab vaqtingiz bo'ladigan bo'lsa, asosan Osiyo juftliklarini savdo qilishingiz mumkin. USD Yapon yenini misol keltirishimiz mumkin bu yerda. Obed vaqtida, tushlik paytida savdo qilish imkoniyatingiz bo'lsa, unda Yevropaga o'tasiz. Bu yerda funt sterling, Shveysariya franki va yevroni aytishimiz mumkin. Va kechqurun albatta AQSh ochilayotgan paytda siz AQSh paralarini savdo qilsangiz bo'ladi. USD li paralar. Endi Forex savdosi uchun asosiy tushunchalar nima? Nimalarni bilishimiz kerak? Birinchi albatta valyuta juftliklari. Bu yerda masalan major oladigan bo'lsak, biz asosan ekzotiklarda savdo qilmaymiz. Major so'zi inglizcha bu asosiy degani, ya'ni asosiy, eng mashhur va eng ko'p savdo qilinadigan juftliklar misol qilinadi. Masalan, Euro USD majorga kiradi. Bid va ask narxlari, ya'ni yoki buy va sell narxlari desak ham bo'ladi. Bular sotib olish va sotish narxlari. Albatta spread, bid va ask narxlari yoki buy va sell narxlari orasidagi farq, ya'ni necha piplik farqimiz bor ekanligi. Leverage bu kam mablag' bilan savdo qilishni imkonini beruvchi narsa. Bu 1/100, 1/50, 1/500 ko'rinishida taqdim qilinadi. Ya'ni 1/500 degani siz broker sizning xarid qobiliyatingizni 500 baravargacha ko'tarib beradi degan. Pip keyingisi, pip bu valyuta narx harakatidagi eng kichik o'lchov hisoblanadi va eng kichik o'zgarish. Piplarda asosan narx o'zgarishi aytiladi, chunki valyuta bozori juda ham katta o'zgarishlarni boshdan kechirmaydi. Ya'ni bir kunda Euro USD $10 ga harakatlanishi kuzatilmagan. Pip bu degani 1 sentning 100/1 pipga teng bo'ladi. Endi savdo turlari. Birinchi, siz scalping qilishingiz mumkin. Bu yerda strategiyalar nazarda turyapti. Scalping deganimiz kichik foyda olish uchun narxning
qisqacha harakatlaridan tez bozorga kirib, tez chiqib ketish orqali savdo qilish. Day trading. Bu sal vaqti uzayadi endi, lekin hali ham shu bir kunning ichida savdo bo'ladi. Siz savdoga kirib, bir necha soatdan keyin chiqib ketishingiz mumkin. Swing trading, o'sha bu yerda kun o'zgaradi. Bir necha kunlik, 2, 3, 4 kunlar orqali siz savdo qilasiz. Ya'ni bugun olib turib, 2 kundan keyin sotishingiz mumkin. Position trading uzoq muddatli pozitsiya shakllantirish. Nega position trading? Ya'ni pozitsiya shakllantirishga ketadigan vaqt bo'ladi bunday katta ob'yomda savdo qilishda va uzoq muddatli ushlab o'tirasiz bu yerda. Savdo qilayotgan paytingizda siz fundamental yoki texnik analizlardan foydalanishingiz mumkin. Fundamental tahlil deganimiz bu iqtisodiy ko'rsatkichlarni hisobga olish. Masalan, foiz stavkasi, inflyatsiya, yalpi ichki mahsulot yangiliklari. Yangiliklar forex bozorida doim kalendar ko'rinishida turadi va traderlar o'sha kalendarni doim kuzatib borishadi. Yangiliklarni o'zini ular 3 ga bo'linadi, ya'ni 3 yulduzli, 2 yulduzli yoki 1 yulduzli deb aytishimiz mumkin. 3 yulduzli yangiliklar bozorga juda ham katta ta'sir qiladi. 50 pip, 80 pipgacha ta'sir qilishi mumkin. Endi geosiyosiy yangiliklar bo'lishi mumkin. Qaysidir davlatda notinchlik albatta valyutalarga ta'sir qiladi. Texnik tahlil esa bu grafikdan yoki indikatorlardan kelib chiqqan holatda savdo qilish. Bu yerda siz order bloklar orqali savdo qilishingiz mumkin yoki trendiy liniya orqali savdo qilishingiz mumkin yoki mashhur indikatorlar, masalan RSI yoki MACD larni amalda qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Forex bozorida savdo qilish bosqichlari nima? Qanday bosqichlardan boshdan kechirishimiz kerak? Eng birinchisi albatta broker tanlashingiz kerak va o'sha brokerda ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Ikkinchi, o'sha brokerda demo hisob ochasiz va demo hisobda o'rgangan strategiyangizni sinab ko'rishingiz kerak. Ma'lum bir muddatda, ya'ni qisqa vaqt emas, ya'ni o'zingiz tushunib ketguningizcha. Keyin real hisobga o'tasiz, haqiqiy pul depozit qilish orqali savdoga kirishingiz mumkin bo'ladi. Bu faqat o'rgangan strategiyangizni demoda qo'llab, natija ko'rib, 100% tushunganingizdan keyingi bo'ladigan bosqich. Siz savdo platformalarida valyutalarni sotib olish va sotish bilan shug'ullanasiz. Asosan O'zbekistonda MetaTrader 4 va 5 programmalardan foydalanishadi. Forexda xavflar bormi? Bor albatta. Endi leverage tufayli katta yo'qotishlar bo'ladi. Ya'ni pozitsiyani qanchalik kattaligini tushunishmaydi. Bir lot olayotgan paytimizda biz birini olayotganmizmi yoki 10 minglik olyapmizmi, 100 minglik pozitsiya ochyapmizmi, uni bilmasligimiz mumkin. Buni tushunishimiz kerak. Ikkinchi, bozorni yuqori o'zgaruvchanligini hisobga olishmaydi. Ya'ni yangiliklar davrida yangiliklardan oldin kattaroq pozitsiya ochib qo'yishsa, o'ta katta zararga kirishi mumkin ekanligini bilishmasligi mumkin. Endi xavfsizlik qilish uchun, ya'ni ushbu ikkita muammodan hal qilish uchun nimalar qilish kerak? Birinchisi albatta bu risk management, stop loss va take profit qo'llash. Ikkinchisi savdo hajmini boshqarish, ya'ni katta pozitsiyalar ochmaslik, oddiy qilib aytganda. Keyin brokerning ishonchliligini tekshirish. Hozirgi kunda O'zbekistonda chet eldan, masalan, rus tilida sizlarga ko'p qo'ng'iroqlar keladi va internetga, Telegram kanallari orqali soxta brokerlar keladi. Buning uchun siz albatta uni regulyatorni, ya'ni unga litsenziya beruvchi tashkilotni tekshirishingiz kerak. Demak, broker tanlashda eng birinchisi shu narsa, ya'ni siz litsenziya beruvchi tashkilotni tekshirishingiz kerak. Faqat bormi yo'qmi emas, odatda litsenziyangiz bormi degan savolga ular sizlarga Telegramdan qandaydir bir pechatlangan qog'oz tashlab bersa, demak u soxta broker bo'lish ehtimoli yuqori. Siz har doim litsenziya beruvchi tashkilotni o'zini topib va ularning saytidan siz ishlayotgan broker haqida ma'lumot topa olishingiz kerak. Ikkinchisi albatta spreadlar. Savdoda spread o'ta muhim. Spread juda katta bo'ladigan bo'lsa, biz yaxshi savdo qila olmasligimiz mumkin. Ikkinchisi komissiya. Shu ikki narsa nima desak, bir tarafdan olsa, bir tarafdan beradi. Har doim ham nima desak, tekin narsa bo'lmaydi. Ya'ni ba'zi brokerlarda spread past bo'ladi va komissiya yuqori bo'ladi. Ba'zilarida esa spread yuqori, lekin komissiya bo'lmasligi mumkin. Ikkala holatda ham ba'zi bir broker sizdan pul olishni yo'lini topadi. Keyin platformaning sifati, hozirgi kunda albatta MetaTrader eng ko'p tarqalgan platforma, lekin bundan tashqari platformalar ham bor. Ba'zi brokerlar masalan CTraderdan foydalanishadi. Demak, forex bozorida tarixiy rivojlanib, hozirgi kun darajasiga kelgan, to'g'ri? Masalan, o'z aslida 1970-yillardan oldin savdo unchalik
bo'lmagan desak ham bo'ladi. Ya'ni hozirgi kun darajasida bo'lmagan. 1770-yillarda Bretton Woods tizimi tugadi va suzuvchi valyutaga aylandi. Suzuvchi valyuta degani, ya'ni narxlar umumiy bozordagi talab va taklifdan kelib chiqib shakllanadigan bo'ladi. 90-yillarda internet kirib kelishi bozorni onlayn tizimga o'tkazdi va odamlar onlayn savdo qilish imkoniyati bor. Va bugungi kunga kelib smartfonlar bor ekanligi va butun dunyoda hamma internetga kirish imkoniyati bor bo'lganligi, hammada kompyuter bor bo'lganligi sababli savdoni yanada kattalashtirib yubordi. Forex muvaffaqiyat qozonish uchun demak nimalar kerak? Qanday maslahatlarni bera olamiz? Birinchisi, doimiy o'rganish va tajriba oshirishingiz kerak. Siz to'xtovsiz kitob o'qishingiz kerak. Faqat Instagram yoki YouTube ko'rish emas, aniq shu sohada mo'ljallangan kitoblarni o'qish maslahat beramiz albatta. Riskni boshqarish. Yagona qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu riskingiz. Bozorda asosiy qoida zarar ko'rmaslik va ikkinchi qoida, birinchi qoidani unutmaslik. Savdo rejasiga amal qilish. Siz doim strategiyaga, aniq matematik asosga ega bo'lgan strategiyani tanlab olishingiz kerak va shu strategiya orqali savdo qilishingiz kerak va strategiyadan umuman tashqariga chiqmashingiz kerak. Hissiyotlarni nazorat qilish. Asosan ikki hissiyot insonni bankrotlikka olib keladi. Birinchisi bu albatta qo'rquv, ikkinchisi ochko'zlik. Ochko'zlik muhimroq desak bo'ladi, ya'ni muhimroq degan paytimizda qo'rqinchliroq. Demak, xulosa nima? Forex bozorida katta imkoniyatlar beruvchi global maydon deb qarasak bo'ladi. U yerda foyda ko'rish mumkinmi? Ha. Zarar ko'rish mumkinmi? Ha. Ammo muvaffaqiyatga erishishingiz uchun siz albatta malaka va tajriba kerak. Ya'ni siz moliya bozorini, tradingni texnik va fundamental tarafini o'rganishingiz kerak va o'z tajribangizni oshirishingiz kerak. To'g'ri yondashuv bilan Forex bozorida albatta daromad qilishingiz mumkin, lekin bu oson degani emas.